Nimani yozyapsiz? Xalqimiz uchun, chorvadorlar uchun zo'r narxlar qilyapmiz. Qarab turing. Buni ichida nima bor buni ichida? Hozir aytaman, 2 million 400 ming so'm. Aha. Gap. 3 million so'm. 3 million. 3 million so'm. Chorvadorlarda orzusi bo'lib qoldi. Bu nima deb o'ylashayotgandir? Obunachilar bittadan like bosib, obuna bo'lib tursa, xudo xolasa, zo'r mahsulot bo'ladi. Xudo xolasa Xitoyga ham dam beryapti hozir. Bu ishlab chiqayotgan narsalar ashi mollar ham borki, maza qilib yuboryapti, duo qilib yuboryapti. Mashina ichida mollar orzusi bor. Haqiqatdan mollarda ham, Chorvadorlarda ham orzusi. Ochaylik bu nima? Bu o'zim ham qiziqib ketdim. Bu borki, universal drabilka. Drabilka universal. Universal drabilka. Olov drabilkasi. Hop. Surxondaryogacha hozir dastavka qilib beryapmiz. Mana shu mashinamiz o'zimizning ishchilar Surxondaryogacha eng o'sha O'zbekistonda eng chekka viloyatlarigacha, ya'niki ovora borib ishlatib, tumanlariga ishlatib berib, xudo xolasa xalqni rozi qilib kelyapmiz. Xo'p, barcha yem mahsulotlari, don mahsulotlari barchasini xudo xolasa yem holatiga, ratsion holatiga aylantirib beradi. Aylantirib beradi. Adxod chiqarmaydi. Xudo xolasa mushuk adxod chiqarmaydi. Jamiki misol bug'doyni ham xudo xolasa kepay holatiga olib keltiryapti. Hozir Surxondaryo deyapsiz-ku, obunachilar o'ylab qoladi-da, O'zbekiston bo'ylab, to'g'rimi? Xorazm, Qoraqalpoq, qo'shni respublikalarga ham xudo xolasa ketaveradi. Barchasigacha xudo xolasa qilib beramiz. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston dokumentlarigacha qilib, o'sha biznesmen akalar bo'lsa, WhatsApp orqali, Rossiyadagi musofirdagi akalar bizni kuzatayotgan bo'lsa, WhatsApp orqali, Telegram orqali pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa biz bog'lanib, ma'lumotlarni berib, uylarigacha xudo xolasa yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz. Dastavka xizmatlarimiz bor, kelishilgan holatda. Hozir 1 million 700 deb yozdingiz boshida. Ashina 100 ming. 1 million 700 bas, siz obunachilaringizdan agar aloqaga chiqsa, 1 million 600 ming so'mdan qilaman. 1 million 600. Eng arzoni 1 million 600 ming so'mdan 3 milliongacha eng zo'rlarigacha qilib beraman. 3 milliongacha buni. 3 milliongacha. Achalar olib ustiga qo'yib, hali magazinchi akalar ham optim olsa yaxshi ekanda, xotirjam ustiga qo'yib. Xudo xolasa 10 tadan yuqori olsa, siz obunachilaringizdan kelsa bittasi tekin bo'ladi. Voy mashalloh, mana. Yana sirli narsalar. Nima bor bu karobkada o'binjon? Ko'pchilikda shubha bo'lyapti-da. Ularni ko'rib, kommentariyalar yozishyapti, savollarni, motorlar yangimi deyapti. Bizda barcha mahsulotlar yangi mahsulotlar ishlatiladi. O'shani bitta xalqimiz ko'rib o'taylik. Mana bu motor. Mana masla. Mana dokumentlari bor. Mana hozir ochdik. Mana hozir narigisini ham ochib ko'rsataman. Mana bir qator motorlari haqida, o'zi drabilka olishda nimalarga e'tibor berish kerak, o'shalar haqida biroz suhbatlashamiz aka. Hammasini aytib, bugun sirlar fosh bo'ladigan kun-da. Bugun sirlar haqiqiy fosh bo'ladigan kun. Aka mana. Bu nimaga yog'ochda bu bular korobkada? Hozir ashlar haqida tushuntiraman aka. Qani. Yangi mahsulot. Bir qator ko'rsatamiz aka. Hammasi. Mana sizlarga qaranglar. Bu kattaroq ekan-a bu? Hop, bu hatto 2 xil, 3 xil motorlarimiz bor. Yana motorlarimiz bor. Asosiy eng ko'p sotilayotgan bizni o'zimiz nima deydi? Ko'p hadavoy narsani doim qo'yib boramiz. O'shalarni olib chiqib qo'yganman. Hozir yana bir 5-6 xili bor. Bor. Narxlari o'zgaradi. Endi hop, mana uni aka 3.5 kilovatlik. Mana kilovatlarni bir qator ko'rsa, 3.5 kilovatlik. Buni 16 kilolisi bor, 22 kilolisi bor. 22. Ha. Xo'p, bu motorimiz 6.5 kilovatlik eng original variantlari bo'ladi. Bunisi, hop, bu ham 6.5 kilovatlik. Xo'p, bunisi alyuminli, bunisi misli variant. Ha, bu mis, bu alyumin. Aha. Kilolariga keladigan bo'lsa, motorlarimiz 24 kilo aka. Bu ham 24 kilo, bunisi 24 kilo, bunisi 22 kilo. Xo'p, endi pichoqlarga keladigan bo'lsa aka, pichoqlardan bir qator ko'rsataylik. Kuydirilgan variantidan bo'ladi aka. Kalyonli bo'ladi. Sababi bunga ham e'tibor berish kerak. Albatta aka, buni olishda e'tiborli bo'lish kerak. Sababiki o'tmas bo'lib qolaveradi yoki sinib ketadi. Kuydirilsa aka bu baquvvatlashib boradi. Kalyonli bo'ladi. Xo'p, bu lekin mahaviy emas, yengil mahaviy. Buni qaysi motorga qo'yishni tavsiya qilasiz? Mana shu 3.5 kilovatli motorimizga qo'ysa bo'laveradi. Ha, shunga. Ha. Endi buni narxini qanaqa qilib beramiz siz obunachilarimizga aka? Buni 2.5 million sotyapti o'dik. Bu motorimizni 4 kilovatligini o'sha 2.5 million sotyapti o'dik. Agar aloqaga chiqsa 4 kilovatligini qilib beraveramiz. 3.5 kilovatligini
obunachilarimizga 2 million so'mdan qo'yib beramiz. 2 million so'm. 2 million so'mdan qo'yib beramiz. Endi xo'p, mana bunisi bor aka. Mana original tishligi bor. Bu nima mana? Bu ham kuydirilgan. Necha bu? Aka bu juda ham birli bo'ladi. Qalinidan bo'ladi. Bu zavodskiy mahalliy bo'ladi. Xalqimiz tilida zavodskiy mahalliy. Endi bizning tilimizda maxsus drabilka uchun tosh deb ataladi. Mahsulotni ham aka sifatli chiqaradida. Pichoqlari 24 ta deb bo'ladi. Sharabalarni ham bitta ko'ring aka. Bu donli mahsulotlarga xalqimiz mashinasiga e'tibor berish kerak aka. Chunki bu narsada drabilka masalasida eng bir nozik narsa bo'lib qoldi balansировка. Xudo xolasa mashinasida balansировка ham yo'qolmaydi. Yo'qolmaydi. Endi e'tiborli bo'lish. Shular mana shunga qo'yilgan, bu balansga bu. Bu donli mahsulotlarni o'sha yorma holatiga, kepay holatiga keltirib beradi. Bular kesish uchun 24 ta pichoq. Endi buni qaysinga qo'ygan yaxshi? Chunki kilosi ham 9 kilo plyusda, 9 kilodan yuqorisi. Mana orqadagi o'sha undan oldingi manus tishimiz bunisi 4 kilo atrofida aka. 4 kilo. 4 kilo atrofida. Endi shuning uchun xalqimiz e'tiborli bo'lishi kerak. Mana shu mahalliy variantni tavsiya qilamiz. Endi buni baquvvatroq motorga qo'yish kerak. 6,5 kilovatli original o'sha misli variantlari bor. Narxini aka 2,800 ming so'm sotyaptik. 2,600 ming so'mdan xalq uchun qilib beramiz. 2600 so'm. 2600 ming so'mdan. Agar sizni obunachilaringizdan kelsa aka, eng qadalgan 2,600 ming so'm edi, 2,5 million so'mdan qilib beraman aka. 2,5 million. Bittadan mehnatimizni qadrlab like bosib tursa bo'ldi. Hammasi eksklyuziv qo'l mehnati bitta. Endi aka mana alyuminli variantlarimiz bor. Alyuminli variantlarimizni xudo xolasa narxini aka, xo'p, eng nima uchun alyuminli olish kerak, nima uchun misli olish kerak degan savol ham bor. Qaysi birini olsam men uchun yaxshiroq variant bo'ladi degan. Shu savolga javob bering. Ko'pchilik so'raydi. Endi aka buni bitta masalasi bor. Alyumin ham o'ziga yarasha xizmat qiladi. Mis ham o'ziga yarasha xizmat qiladi. Ya'niki misni alyuminni yomonlab turib, misol uchun mis olganlar ham bor. Ishlatolmayotganlar bor. Nima uchun alyumin olish kerak? Eng ko'p hadovoy bizda 90% alyumin sotiladi. Bunga sabab, eng asosiy sabab O'zbekiston turli viloyatlarida, turli tumanlarda, turli hududlarida to'klarimiz pastroq. Past to'kka alyumin eng hadovoy narsa bo'ladi. Chunki bu narsa nagruzka bilan, drabilka nagruzka bilan ishlaydi. Ya'ni suv nasoslarga o'xshab, boshqa motorlarga o'xshab xalostoy holatida ishlamaydi-da. Bu nagruzkada ishlagani uchun tok o'sha 200 bo'lsa ham pastga tushirib yuboradi. O'shuning uchun eng past tok aka mana shu 147 gacha ishlab beradi. 147 volt ishlayveradi. 147 gacha ishlab beradi alyuminli. Misligimiz 200 dan pasayib ketsa, jicha o'sha quvvat pasayib ishlamay qoladi. O'shuning uchun mislikda o'sha barat toklarga tavsiya qilamiz. Eng hadovoyi pastmi, baratmi, tok tanlamaydigan joyi narsa mana shu alyuminli mashina motorlarimiz 6,5 kilovatli bo'ladi. Hozir aka yana bitta narsani ko'rsataman. Ko'pni destligini ko'rsataman hozir. Obbo. Nima bor ekan? Aka bu yerda hozir to'rtta nechiligini ko'rsataman. Mana aka, bitta to'rtta ham bitta ko'rib olaylik. Mana. Mana to'rtta ham ko'rsatib turadi. Bu tomondan ko'rsataymi? Mana. 229, 24. Mana 218 va o'ynayapti. 230 aka. 230. Endi buni o'sha bu yerda teploshga zashtalari bor. Ya'niki motorlarda xudo xolos o'zini-o'zi himoya qiladi. Yana biz qo'shimcha avtomatlar bilan jihozlaymiz. Drabilkamiz tayyor bo'lganda, hop, mana misli motorlarimiz ham 220 ko'rsatyapti. 220 ko'rsatyapti. Shuning uchun aka eng ko'proq tavsiya qiladigan narsam bor. O'zimni drabilka, o'zim ham uyimda xonadonimda ishlatadiganim mana shu variantda, alyuminli variantda ishlataman. Sababiki buni oltindan bo'ladimi, kumushdan bo'ladimi motori, alyuminmi, mismi, asosiysi aka nima deydi? Zo'r effekt berish kerak. Effekt berishi. Qanaqa motor bo'lishidan qat'iy nazar uyga effekt berish kerak. Misol, misni olib ishlatalmay o'tirgandan alyuminni olib maza qilib ishlatgan yaxshi aka. Shuning uchun biz o'sha har xil joylarga to'kiga qarab suhbatlashganimizda alyuminli yoki misli tavsiya qilamiz aka o'zimiz mutaxassislarda. Endi korpuslarga keladigan bo'lsak, aka korpuslarimiz har xil holatlari bor, yumalaq, to'rtburchak variantlari bor. Mana raketa variantlarimiz ham bor. Hozir buni anaqaga Farg'onaga dastlabkiga hozir tayyorlab qo'yganmiz. Bu raketali varianti. Bu ba'dan kirib ketadi. Ba'dan kirib ketadi. Faqatgina somon mahsulotlari
ya'ni o'tli mahsulotlarni chiqaradi xolos. Ha. Bu universal emas, faqatgina Bu zakaz asosida qilib beriladi bu. tayyorlab beriladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, aka buni 2 million 200 ming so'm qilib beraveramiz. 2 million 200 Faqat ming. somon uchun. Bo'ldi, mana. Universal drabilkalarimiz mana shu holatda bo'ladi aka. Korpuslari hammasida bir xil bo'ladi. Motorlariga qarab, pichoqlariga qarab o'zgaradi. O'zgaradi. O'zgaradi aka. Xo'p, bitta pichoqlarni ichkarilarini ham mana bu original katta o'sha pichoqlarga qo'yilgan aka. Xo'p, sharabalari bu. Birli ekan. Yana bitta narsa aka olib kelsak. Hop, to'rttadan nasabasi bo'ladi aka. Hadi, mehnat chiqaringlar, mehnatga akalar bittadan laykni bosib qo'yasizlar mana shu ustakalarimiz. To'rttadan nasabkasi bo'ladi. Aha. 4 nasabkasi bor. Hop, qo'y bob juda ham mayin qilib chiqaradi. Bunisi o'sha somon mahsulotlarini chiqarib beradi, mol uchun. Mol bob qilib chiqarib beradi. Bular ikkalasi donli mahsulotlarga bunisi yorma holatga keltiradi, bunisi o'sha kepak holatga keltiradi. 4 ta nasabkan ichida 18 xil mahsulot ishlab chiqaraveradi. Xudo xolasa tegirmonga ish tushmay qoladi aka. O'zi ishlab chiqarish ham qilsa bo'laveradi, ishlab chiqarib sotsa ham. Buni bor-ku, agar biznesmen o'sha qo'zmay bor akalar bo'lsa aka, bundan bir 2 ta yoki 3 ta yoki 4 ta qilib qo'yib, arendaga qo'yib qo'ysa ham aka pul topib o'tiraveradi o'zi. Soatiga 40 ming so'mdan berib qo'ysa, bir soatini 40 ming so'mdan berib qo'ysa, xudo xolasa o'zini o'zi borib uzib yuboradi. Misol 2 soat ishlatar, 4 soat ishlatar, 100 ming, 200 ming, 300 ming pul bo'lib qoladi. Yo'q joydan kelib turadi. Mana sizlarga yana bitta biznes. Agar buni qo'zmay bor akalari, o'sha biznes buni orqasida pul topaman degan akalar, sotib pul topaman degan akalar bo'lsa, aloqaga chiqsa, agar 10 tadan yuqori olsa aka, bittasini xudo tekin qilib beraman. 10 taga pul to'laysizlar, 11 ta olasizlar. Narxini ham juda ham arzon qilib chiqarib beramiz aka. Nah. Sababi aka nimaga arzon qilib beryapsiz uka? Desiz, aka aytyapmanki 1 million 600 ming so'mdan qildik boshini. Yuqorisi 3 milliongacha, chunki hamma yo'q o'zimizda. Hamma yo'q. O'zimizda ishlab chiqarishimiz. Bu birinchi qo'l, deymi ular? Birinchi qo'l. Asosiysi birinchi qo'l. Ustalarimizdan yaxshi aka. Xohlasa ishlarimizga garantiyasi bor. Garantiyalar bormi? Böyle. Hamma labor apparatlarimizgacha o'zimizda kesib, o'sha asosiysi yangi mahsulotlardan tayyorlanadi. Barchasi yangi mana. Motorlar, boshqalar hammasi yangi. Pachkadan ochib ishlatib qo'yiladi. Hamma barcha o'sha texnikalarimiz o'zimizda, shuning uchun Xitoydan ko'ra tan narxi arzon tushadi. Nima uchun Xitoy drabilkasi uchun O'zbekistondan chiqarilgan drabilkalarsa, men tanlagan bo'lardim O'zbekiston. Chunki aka biz sifatga e'tibor beramiz. Низкая цена, хорошее качество deydi-yu. Shunday. Ya'niki narxini arzon qilib sifatni tushirib yuboradigan bo'lsak aka. Chunki bu narsa 2 oyga, 3 oyga olinadigan narsa emas. 5 yil, 10 yil xizmat qilish kerak. Xalqimiz mash tomonlariga jidd e'tiborli bo'lsa, xudo xolasa hamma uchun ham manfaatli bo'ladi, xizmat qiladi aka. Ana mahsulot. Bu nimada bo'ladi misolda? Mana. Olingchi endi tepadan olingchi. Qani solishtiraylik. Qani? Yaxshimi? Ha. Mana qilishlar beradi. Kepak oladi. Endi patajga so'taling. Endi so'taling markazi qoriga Papotni sepkasini aralashtirib ko'rsatib qo'yaman. Sepkasini naqsiz chiqaradi. Yormani. Oson ekanmi? Ketdik. Ol. Yo'q. Avtomatik ko'taring.
Oling-chi bitta. Mana shunaqa butun markaziy qorini ko'sasi bilan maydalab beradi. Gap yo'q. Endi o'tmoq xohlasi chiqaramiz o'g'il. Ha, endi o'tmoq xohlasi chiqaramiz. Boshla. Jasur aka bo'lmasa, endi o't mahsulotlarimizni paletkamizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Buni changimasligini bitta ko'rsatamiz. Qani? Xo'p, birinchi o'rinda poyamizni chiqarib beramiz, sirkali holatda. Xo'p, sirkasini sog'ib olamiz. So'nggina. Xo'p. Olib oqoldi chiqaradimi deganlarga mana solgan. Olib oqoldi tartibga ketib borib berib bunaqa qilib bo'lgan. Ko'pchiliklarga olib oqoldi chiqarib sababi ishlari maxsus qo'yilmagan. Qolgan mahsulotlar. Sholib olamiz. Sholib oqoldi Jasur. Qo'ybob setkasi sholib oqoldi chiqadi. Sholib oldi. Ko'zoqchaga chiqaramiz usti ko'rinish. Mana, Mayin. mana holatda. Endi tagida poyamiz bor. Qani qo'yamiz. Mana qo'yamiz ham zo'r. Mana qo'yamiz chiqargan. O'zinglarni ko'ryapsan akalar, maydalab beradi o'zinglarni. Poyani o'sha setkali holatda. Mana hurmatli qadrdonlar. Obunachilarga yetib beraman. Bitta bepulga. Bitta bepulga. Uni qanaqa qilib aniqlayman siz? Agar mana shu videomiz tagida 1,5 mingta bas. 1000 dona. 1000 dona like, 1000 dona kommentariy yozilsa aka, bittasini tekinga kommentariy keyingi video olishimizda xudo xohlasa keyingi hafta yoki undan keyingadir 1000 ta juda ko'p so'ramadik. Bizni qo'llab-quvvatlaganlar uchun asosiysi. 1000 dona like, 1000 dona kommentariy yozib qo'ysa, bittasini ana shu kommentariy yozganlardan eng yaxshilarini shuni aniqlaymizda uylargacha xudo xohlasa yetkazib beramiz. Dastavkalari ham ichida. Dastavkasi ham ichida. Ajoyib, sog' bo'lsin. Asosiysi bor-ku, bizni qo'llab-quvvatlaganlar uchun xolos asosiysi. Podдержка qilsalaring bo'ldi. Xalqimiz qo'llab-quvvatlaydida biz aka. Asosiy ustalarning mehnatini faqatgina xalqimiz qadriga yetadi. O'zi